Mashinaga o'tkazib yuborganingizda siz orqa tomondan, Zuhra oldi tomoningiz, o'g'irchasingizda mayda qadam bilan anu qop ko'targanda hovliqmaymiz. Malika kirganda nozikkina ko'tarishingiz kerak. Qadamingiz mayda, shoshmasdan. Potik kuyov bolani bo'ylari balon, shu narsani hisobga olib, обязательно to'yxonaga borishdan oldin tayyorladingizmi kuyov bolaga? Kuyov bolani qadami mayda bo'lishi kerak. Qancha kuyov bola qadami maydaroq bo'lsa, shuncha siz ham chiroyli kirib kelasiz. Chunki siz kuyov bolani ketidan yugurib ketasiz. Ko'ylagingizni pishniyligini e'tiborga olib, umuman palushka qilishni maslahat bermayman. Malika kirganda qo'lingizni, lekin qo'lingizni to'g'ri berishingiz kerak, Zuhra. Ukasini yetaklagandek pastdan mana bunaqasi usha olmasin. Da, у тебя ручки нежные, красивые, вот как принцесса пойдешь, xudo xolisa, xo'p? To'yxonaga kirayotganda raqqosalar olib kirsa ham yonlarda bo'lasiz va hozir xonadondan chiqib ketayotganda ham, to'yxonaga kirib kelayotganda ham gul qo'llarda bo'lmaydi, sizni qo'lingizga berib yuboradilar. Hozir zinadan tushayotganda 4-qavatdan tushish o'zi emas, lekin 2-qavatga tushguncha poti Zuhra birinchi o'chib безопасность. Bittanglar oldinga tushib olasizlar. Yonida tushadigan, yoniga sig'maydi. Естественно, kuyov bola bitta qadam, bitta zina oldindan u yog'iga Zuhra, ketidan yana bu kun potisiz orqadan tushib kelsangiz bo'ladi. 2-qavatga tushguncha Zuhra безопасность в первую очередь. Lekin ko'taras no me'yorida. Mana 1-qavatga yaqinlashganda уже noziro, chunki bu yoqdan kameralar уже kutib oladi sizni. Plashchatkagacha tushib olganimizdan keyin ozgina to'xtaysiz. Podyezddan chiqishdan oldin. Qizlar chiroyli qilib yoyib to'g'rilab berishadi, chunki chiqarishingizda уже xayrlashuv bo'ladi. Xayrlashuvdan yuzimiz bilan o'tib olib, yon tomonimiz bilan mashinaga o'tiramiz. Esingizda, mashinaga balandroq, chuqurroq oyoq qo'yishga harakat qilamiz. Mashinaga o'tkazayotganda обязательно shleifimizni yon tomonga olib boramiz.